U17 final. Yiqildi, oyog'ini o'tkazdi. Nima bu? Chiqib ketyapti. Bunisida qo'shimcha bo'ladi deydi. Voy! Hakamga topshirmoqda. Ismoilov. Penaltilar ketamiz. Ko'plikda. Mana bu penalti hali ham Penalti! zarba. Gol! Afsuslar. 1-0 O'zbekiston oldinda. Rustamjonov darvozabonimiz Ne'matullohning yulduzli onlari bo'lishi. Qaytaryapmiz. Yana bitta. Yana bitta. Voy! Super seyv! Rustamjonov. Urgan Saudiya. Hasanov Zo'r o'tdi. o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Hasanov! Mana Hasanov bizda Qanday o'ynash kerak futbolni? Ha, do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Takroriy hali qachon bunday sharhlaganimiz bilmayman lekin. Yana bitta. Hop. Oy, Rustamjonov! Bunday o'yin. Mana. Voy! Tibo. Uzatma. Rustamov, ramziy yakun. Katta mo'yay. Boshqoq qo'ydi. Voy, Rustamjonov! G'alaba! Do'stlar! Chempionlik! Tabriklang! Yoningizda kim bo'lsa tabriklang! Qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Bizning g'alabamizga bag'ishlab yangramoqda. Ketdi Ne'matulloh. Eng yaxshi darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov. Va ishonamiz ular o'z ustlarida ishlashda to'xtab qolishmaydi. Oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Mana shunday yoziladi tarix, mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar.